Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Bugun yani 25 aprel günü Dünya Uyghur Qurultayı ve Avrupa'da aktif faaliyet ilip beriyotgan 20 ga yaqin Uyghur tashkiloti birlikda maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 13 may kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish va yurishga aktivlik bilan qatnashishga chaqirdi. Chaqiriqnomaning to'liq teksti tuvandikicha. Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning 5-oyda Sharq Turkistonga qiladigan ziyorati navbatda ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ham xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, ya'ni shundaqla chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining eng asosli kun tartiblarining biriga aylandi. Chunki bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgan 74 yildan buyon va Sharq Turkiston Xitoy kommunistlar tomonidan ishg'ol qilingan 73 yildan buyon tunji qitim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida vatanimiz Sharq Turkistonda bevosita tekshirish ilib berishidir. Gerçi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeşi 2021 8. ayda Uygurlarning kişilik hukuk vaziyeti haqqidagi umumiy dokladını hazırlab chiqqan bo'lsa-mu, afsuski Xitoyning turli besimlari va to'sqinliklari tufaylidan mazkur doklad to'g'ri hozirgacha kechiktirilib e'lon qilinmadi. Hozirga qadar Dünya Uyghur Qurultayı qatorliq ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning ishxonasiga maktub yo'llab va ochiq xat e'lon qilib, onundan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini 5-oyda qiladigan Sharq Turkiston ziyoratidan burun e'lon qilish va ziyoratni boshlashdan burun Uyg'ur vakillari bilan, bo'libmi lager shoirlari bilan ko'rishib, ularning fikr talablarini anglab yiqishni talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski Michel Bachelet xonim bu xil yo'lliq talablarning hammasiga sukut qilib turib olish pozitsiyasida bo'lib keldi. Onundan ilgirmi ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari Michel Bachelet xonimdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inidan burun e'lon qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo Michel Bachelet xonim Xitoyning besimlariga bo'yin egib, kishilik huquq tashkilotlarining bu vaqtdagi talablariga muskut qilib javob bermagan edi. Shuning uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimdan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun e'lon qilishni talab qilish, ziyoratdan burun Uyg'ur vakillari bilan, bo'libmi lager shoirlari bilan uchrashish ilib berish, shundaqli Sharq Turkistondagi ziyorati mezgilida Xitoy oldin yasab chiqqan saxta manzillarga aldanmaslikka chaqirish maqsadida 5-oyning 13-kuni Juma Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida zo'r ko'lamli birlashma namoyishi o'tkazildi. Bu qitimqi birlashma namoyishga Yevropada yashayotgan Uyg'urlardan boshqa yana Tibetliklar, Janubiy Mo'ng'ulistonliklar, Hong Kongliklar, turklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining keng doirada qatnashi qo'lga keltirildi. Muhojiratga Sharq Turkiston milliy harakati tarixida o'chmas iz qoldiradigan bu qitimqi keng ko'lamli namoyishimizni butun Yevropadagi Uyg'ur jamoatining qizg'in qo'llab-quvvatlashini, vatansizlik dardida yurak bag'ri qon bo'lgan elsuyar qarindoshlarimizning bahona sabab ko'rsatmasdan bu faoliyatga aktiv qatnashishini jiddiy talab qilamiz. Vatan millatning dardiga tilimizdagi shuor yoki qalbimizdagi his hayajonlar darmon bo'lolmaydi. Amaliy harakatimiz bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida millatning irodasini, xalqimizning orzu-armonlarini shundoq hayajonli jakarlaylikki, minglarcha oy yulduzli ko'k bayroq, jarangli shuor sadolarimiz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosini larziga solsin. Biz Yevropa tuproqlaridagi barliq ayol qarindoshlarimizni o'zi turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkiloti rahbarlari va yoki Dunyo Uyg'ur Qurultayı markazi bilan bevosita aloqalashib, 5-oyning 10-kunidan burun tizimga oldirishlarini va bir kunlik safar hozirligida bo'lishlarini talab qilamiz. Agar imkoniyati yor bo'lsa, Yevropaning sirtidagi ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkaziladigan namoyishimizga qatnashishini qizg'in olqishlaymiz. Uyg'ur millati hayot mamotliq bo'sug'isida jon talishayotgan bu xalqiliq minutlarda vatan uchun Xitoyga qarshi to'langan har bir zarra badalning qimmati bebahodir. Qarindoshlarimizning milliy, diniy, insoniy burchini ado qilish yo'lida bu kurash uchun bir ulush hassa qaytishga oldiraydiganligiga ishonchimiz komil. 13 may Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda ko'rishaylik. 2022 yili 5-oyning 13-kuni Juma Jeneva vaqti atigan soat 9da Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldidagi maydonda to'planamiz. Soat 10larda maydondan taxminan 2-3 kilometr yurish qilib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi oldiga yetib kelamiz va namoyishimiz bu yerda Jeneva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Hurmat va ehtirom bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayyi, Uyg'ur Akademiyasi, Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyati, Shveysariya Uyg'ur jamiyati, Belgiya Uyg'ur jamiyati, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'arif birligi, Fransiya Uyg'ur jamiyati, Norvegiya Uyg'ur komiteti, Shvetsiya Uyg'ur birlashmasi, Finlandiya Sharq Turkiston jamiyati, Angliya Uyg'ur jamiyati, Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondi, Avstriya Uyg'ur jamiyati,
Uyg'ur Madaniyat va Tashviqot Markazi 2022 yili 4-oyning 25 kuni. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa Efendimning bevosita riyosatchiligida 24 aprel yakshanba chaqirilgan qurultay umumiy vakillar yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning 5-oyda Sharq Turkistonda ilib boradigan tashrif ziyorati va bu munosabat bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari tomonidan 13-may kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyish masalasi yig'inining eng asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayining har qaysi ellardagi rasmiy vakillari va kandidat vakillaridan bo'lib 160 dan ortiq kishi qatnashgan mazkur yig'inda 13-may kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishda Oliy komissar Michel Bachelet xonimdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun e'lon qilishni talab qilishni, bu qitimqi birlashma namoyishning eng asosli shiorlarining biri qilish, namoyishdan burun g'arb matbuotlarini safarbarlikka keltirib, Oliy komissar Michel Bachelet xonimdan kutadigan konkret talablarni o'z ichiga olgan maxsus obzor va axborotlarni e'lon qilinishini qo'lga keltirish, namoyishning shaklida ba'zi islohotlarni ilib berish, namoyishning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun bu jihatdagi ichki tashviqotni kuchaytirish qatorliq mazmunlarni ko'radigan asosli konkret muzokara ilib berildi. Qurultay rahbarlari, shundaqla qurultay vakillari yig'inda qilgan so'zlarda Yevropadagi jasur lager shohidlarimizdan Ömer Bakali, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jilolova, Gulbahor Xotivojilar tarafidan bugun, ya'ni 25 aprel kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida boshlatiladigan va bir hafta davom qiladigan namoyishni moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llaydiganligini va ularga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Oliy komissar Michel Bachelet xonimning Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun cho'qim bu lager shohidlari bilan ko'rishib, ularning fikr talaplarini anglab beqishi lozimligini ta'kidlashdi. Qurultayning Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston vakillari bu yig'inda qilgan so'zlarda, garchi o'zlari Janvadagi namoyishga bevosita qatnashamasa-mu, ammo milliy da'voyimiz uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan 13-may birlashma namoyishini moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini ifoda qilishdi. Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'urlar orasida 13-may Janva namoyishi uchun jiddiy safarbarlik boshlatdi. Har qaysi ellardagi namoyishchilarimizni Janvaga ilib berish uchun Dünya Uyg'ur Qurultayi tomonidan maxsus avtobuslar o'rinlashtirildi. Germaniya Baden-Württemberg mashrab jamoati o'zlarining 13-may namoyishiga qizg'in ovoz qo'shadiganliklarini ifoda qilib tuvandikilarni bayon qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oliy komissari yaqinda vatnimiz Sharq Turkistonga tekshirishga berish oldida turyapti. Biz Baden-Württemberg Uyg'ur mashrab jamiyati bo'lish sifatimiz bilan Dünya Uyg'ur Qurultayining 5-oyning 13-kuni Janvada o'rlashtirgan namoyishga aktivlik bilan ovoz qo'shamiz. Rahmat. Yevropadagi jasur lager shohidlarimizdan Ömer Bakali, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jilolova va Gulbahor Xotivojilarning 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qilishga hozirlanayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun e'lon qilishdi. Shundaqla safardan burun o'zlari bilan uchrashish ilib berib, o'zlarining fikr talaplarini anglab beqishni talab qilish maqsadida uyushtirgan bir haftalik namoyishi bugun, ya'ni 25 aprel kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida rasmiy boshlandi. Fidakor lager shohidlarimizning bildirishicha bu bir haftalik namoyish atigan soat 9 da boshlanib, har kuni 8 soat davom qiladi. Bugun namoyishning tunji kunida lager shohidlarimiz yig'ayotgan yomg'ir pisat qilmay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda jasurona ruh bilan namoyishni muvaffaqiyatli boshlab, vatan ichidagi turmalarda, lagerlarda va majburiy emgak maydonlarida azob chekayotgan millionlagan qarindoshlarimizga bo'lgan cho'nqur seg'inishini va Sharq Turkiston xalqiga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan nafratlarini ifoda qilishdi. Namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul bu 4 nafar jasur lager shohidimiz o'zlarining yurak so'zlarini ifoda qilib mundaq deyishdi. Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlar. Bugun 25 aprel Janvadagi Sharq Turkiston qirg'izlarga oid reportaj e'lon qilish namoyishi hozir rasmiy yana boshlandi. Biz bugun bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida o'zimizning haq huquqini talab qilish namoyishini boshladik. Hozir butun dunyoning muxlislari Ukrainaga aqqan bir vaqtda yana qaytadan biz DDT va xalqarodagi huquq tashkilot va organlarning nazarini yanada qurumlashga kirishyapmiz. Lager shohidlariniki hozir bir saylovga savutbay talabalarga yordamchi sababdan kelamadi. Qolgan qarindoshlar hammasi keldi. Mana bugun hozir rasmiy boshlandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz mana bugun 25 aprel bir haftalık namoyishimizni BDT'ninki shu oldida mana jamoaviy boshladi. Bizning talabimiz BDT'dagi boshliqlik vaziyat qonuni Xitoy ziyorat etishni, Uyg'urlardagi bayonotni e'lon qilishni umid qildi. Shuningdek, Xitoyning O'zbekistonga yasab qo'ygan manzillarni emas, balki biz saytlarga yuzlab partiyalarni va siyosiy nodirlarni ko'rishni umid qilgandan keyin dunyoga haqiqatni oshkor qilishni kimdirimizni umid qilmaymiz. Falan qarindoshlarım, bugun janglardagi namoyishimizning ikkinchi kunini boshladik. Namoyish qilishga maqsadimiz Michel Bachelet xonimningki Xitoy ziyoratiga burun Uyg'urlar uchun yozgan dokladni e'lon qilishni talab qilaman. Çünkü ben kesinlikle ki Xitoyga borgandan keyin Michel Bachelet xonim haqiqiy ahvolni ko'rolmaydi. Xitoy intayin hiligar bu yağan sahne hazırlaşma deb usta yağanchi. Shuni buni yozib Michel Bachelet xonim agar haqiqatdan ko'rsa hech qanday narsani e'lon qilmaslik. Agar yağan bir narsani e'lon qilsa uning bizga foydasi aksincha Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning qo'llashida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. 23 aprel shanba kuni Qurultay markaziy organi Germaniyadagi Uyg'ur tashkilotlarimizning mas'ullariga, Uyg'ur ish odamlarimizga va Germaniya cho'nglar mashrabi bilan yoshlar mashrabining asosli a'zolariga Myunxen shahridagi Qashqar restoranda iftor berib, oldimizda Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellaridan keladigan vakillarni kutib olish uchun maxsus safarbarlik ilib bordi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita sahibxonligida o'tkazilgan bu qitimqi iftor faoliyatida Milliy Kengash vakillarini aerodromga chiqib kutib olish, ularni mehmonxonalarga o'rinlashtirish, ularning tamoq masalasini hal qilish uchun ayrim xizmat guruhlari va orqasib mulozimat xodimlari turg'izib chiqildi. İftarga qatnaşgan qarindoshlarimiz milliy mustaqillik ko'rishimizda aktiv rol o'ynayotgan Milliy Kengash vakillarini loyiqada kutib olish va Milliy Kengash yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun bir kishilik hassa qo'shning o'zlari uchun zo'r bir sharaf ekanligini, bu jihatda har qanday fidokorlikni ko'rsatishga tayyor ekanligini ifoda qilishdi. 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining istansimizga bildirishicha, hozirga qadar 20 dan ortiq davlatda faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, tonilgan jamoat arboblari va har so'zatlardan bo'lib, jami 200 nafardan ortiq vakil o'zlarining Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organi 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashadigan vakillarning tizimligini Germaniya tashqi ishlar ministrligiga yo'llab, ulardan har qaysi ellardan keladigan vakillarga viza jihatdan qulaylik yaratib berishni talab qilgan edi. 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti o'tgan oyning oxiri bu navbatlik Milliy Kengashda muzokara qilinadigan asosli temalar va bu temalar asosida doklad qabul qilish haqida maxsus uqtirish tarqitib, Milliy Kengashga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida dokladni berishni orzu qilgan vakillarimizning o'zlarining doklatining temasini va doklatining asosli mazmunini yerim batini ishib ketmagan holda yozma shaklda Dünya Uyghur Qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Ergin Akram apandimga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishni talab qilgan edi. Ondan başqa yana Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa va Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad apandilar 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan Uyg'ur tashkilotlarga birlashma imzoliq maktub yo'llab, ulardan iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lib navbatda Milliy Kengashga birlikda sahibxonlik qilishni iltimos qilgan edi. Hozirga qadar 20 dan ortiq tashkilot ularning bu iltimosini qabul qiladiganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşkə aman boğaysılar. Xeyri xoş. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz fida bo'lsin.